Kimyo 2022-yilda ham kimyoning asosiy tushunchalari 11-savol. Xo'p, jadvaldan foydalanib aniq topishimiz kerak ekan. Demak, ikkisining massasini yozib oldim. Natriy bromid, brom izotopi bor, natriy bromid, natriy izotopi bor. Ikkisidan foydalanib ikkala tuzning massa ulushi doimiy 100% bo'lsa, shundan natriyning 24 izotopini foizi 30% ekan. Birga bir nisbatda bo'lganligi uchun bromni ham foizi 30 bo'ladi. 30 ga 30, 60%. 100% dan 60 desam, bu natriy bromidni foiziga chiqadi. 20% ga 20%. Xo'p, foizni ulushga olib o'tib mol ulush deganligi uchun molga keltirib olsam 0.2 mol. Bu 0.3 mol natriy. 0.2 mol natriy. Demak, shundan foydalanib 0.3 0.2 bilan 1,5 marta katta. Demak, menga natriy bromidni massasini bergan 10.2 gram. 10.2 gram natriy bromidni molini topish uchun uni molyar massasiga 102 ga bo'ladigan bo'lsam 0.1 mol. Demak, natriy bromid 23-79 izotopidagi natriy bromidni tuzi 0.1 mol bo'lsa, bu natriy bromidni molini topish uchun 1,5 ga ko'paytirsam 0.15 mol chiqadi. Demak, mendan natriyning 24 izotopidagi natriy bromidni massasini so'rashgan. 104 gram natriy bromidi menga 1 mol bo'lsa, 0.15 moli qancha? Xo'p, proporsiyadan ishlab chiqaradigan bo'lsak, 0.15 ni 104 ga ko'paytirib 1 ga bo'lsam, 15.6. Demak, javob S.